Assalamu alaykum, hörmətlik radio anglagıcı qarindaşlar. Qur'on buluqi programmamizning 8-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hörmətli qarindaşlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda islom dunyosida parlagan mashhur olim marhum Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Bugun inshaalloh 8-soni sizlar bilan bu har kuni shu soatlarda diqqatingizga sunib kelayotgan programmamizda diqqatingizda bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz programmamizning 6-sonidan boshlab Robb haqida, rububiyat haqida, ilgirki ozg'un qavmlarning rububiyatga doir xiyol tasavvurlari haqida bahs yurgizib, mulohiza yurgizib kelyapmiz. Biz 6-sonidan boshlab Qur'oni Karimda tilga ilingan tunji payg'ambar Nuh alayhissalomning qavmidan boshlab tafsiliy holatda so'zlab keldik. Bugungi programmamizda inshaalloh Lut alayhissalomning qavmidan boshlab davomlashtiramiz. Lut alayhissalomning qavmi. İbrahim alayhissalomdan keyin bizning ko'z oldimizga Lut alayhissalomning qavmi uchraydi. Ularni isloh qilish uchun İbrahim alayhissalomning jiyani Lut alayhissalom avatligan bo'lib, bu qavm haqida Qur'oni Karimdan shuni bilib yetalaymiz-ki, ularmi Allohning mavjudligini inkor qilmaydi. Hamda Allohning yaratquchi ekanligini, shundaqla birinchi va ikkinchi xil ma'nidan Robb ekanligini inkor qilmaydi. Ya'ni, hurmatli qarindoshlar, biz Robb degan so'zning asosiy yig'inchoqlab aytganda 5 xil ma'nosi bor ekanligini diqqatingizga sungan edik. Uning birinchi, ikkinchi xil ma'nidan, ya'ni Lut alayhissalomning qavmi birinchi va ikkinchi xil ma'nidan Allohning Robb ekanligini inkor qilmaydi. Ya'ni Allohni parvish qilguvchi, ehtiyojlarni qondirguvchi, tarbiyalaguvchi va o'stirguvchi deb qaraydi. Robbning birinchi hukmi parvish qilguvchi, ehtiyojlarni qondirguvchi. Bizning butun ehtiyojlarimizni ashu Robbimiz qondirdi deb qaraydi. Bizni tarbiyalaguvchi, bizni o'stirguvchi deb qaraydi. Ikkinchisi bo'lsa, kapolatlik qilguvchi, xabar olguvchi, asrab qarg'uvchi, hol ahvollarimizni o'ngshug'uvchi deb bu Robbning birinchi, ikkinchi xil ma'nosidan Robb ekanligini inkor qilmaydi Alloh subhanahu va taolaning. Ammo ular Allohning 3-chi, 4-chi va 5-chi xil ma'nidan Robb ekanligini e'tirof qilishni hamda payg'ambarni Alloh tarafdan belgilangan vakil sifatida e'tirof qilib, uning hukmronligiga bosh egishni rad qiladi. Ularning rad qilgan narsasi bu edi qarindoshlar. Ya'ni Robb degan so'zning 3-chi, 4-chi, 5-chi xil hukmdan Alloh subhanahu va taolaning Robb ekanligini inkor qiladi. Robb degan so'zning 3 va 4 va 5-chi hukmlaridan aytganda Allohning Robb ekanligini inkor qiladi. Shundaqla payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning o'zlariga avatilgan Lut alayhissalomning Alloh tarafdan kelgan bir vakil ekanligini e'tirof qilmaydi. Uningga bo'ysunishi kerak ekanligini e'tirof qilmaydi. Hamda Robbning 3-chi, 4-chi, 5-chi xil hukmlarini yana bir qatim aslatib o'tamiz. Robbning 3-chi ma'nosi nima edi desak, markazlik salohiyatiga ega bo'lg'uchi, tarqoq kishilarni o'ziga markazlashtirib jam qilg'uchi degan ma'nodan Allohning Robb ekanligini inkor qiladi. 4-chidan itoatning egasi, favqulodda huquqliq hukmron, yuksakligini va ustunligini hamma e'tirof qiladigan, ishlatish va tasarruf qilishning butun huquqi ilkida bo'lgan zot. 5-chi xil hukmi ega va xo'jayin deganlardan iborat bo'lgan bu 3-chi va 4-chi shundaqla 5-chi ma'nidan Alloh subhanahu va taolaning Robb ekanligini qanday qiladi esa inkor qiladi. Inkor qiladi. Shundaqla Alloh tarafdan ularga avatilgan payg'ambarning Alloh tarafidan belgilangan vakil sifatida shu payg'ambarni e'tirof qilib,
uning hukmronligiga bosh egayli deb bo'ysunmasdan buni rad qiladi. Nima ish qiladi ular desak, ular o'z nafsi xohishi bo'yicha ko'ngli tortqanli ishni qilaverishni xohlaydi. Nafsi ko'ngli nimani xohlasa, ko'ngli tortgan ishning hammasini qilaverishni xohlaydi. Ularning shu azobga loyiq bo'lishdagi asli jinoyati dal mushuningdan iborat bo'lib, shu vajidan azobga mubtalo bo'lgan edi. Qur'oni Karimning tövendeki tushuntirishlari bu nuqtani nihoyat ro'shan isbotlab beradi. Tövende Allah subhanahu va taala Sura Shu'araning 161-oyatdan 166-oyatgacha bo'lgan oyatlarda Allah mundaq deydi: "İz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون." Aslanlar ki öz vaqtida ularga qeyrinlishi Lut aytdi: "Sizlar qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Şuna sizlar Allah'tan korkunlar, bana itaat kılınlar. Men bu işqa sizlerden hiç qandaq haq talab qilmayman. Onu faqat alemlerinin perverdigaridan tilayman. Haqqimni, ajrimni faqat ve faqat alemlerinin perverdigaridan tilayman. Sizler ehli cihan içidin livata qilib perverdigarınlar sizler üçün yaratgan ayallarınlarını taşlap koyamsizlar. Dünyada qeyrindaşlar livata işini, o'xshash jinsliklar buzuqchiligini dünyada yer shari tarixida Lut alayhissalomning qavmidan iborat bu mal'un azobga loyiq bo'lgan bu qavm boshlagan qeyrindaşlar. Ayollarni qo'yib erlar bilan erlar buzuqchilik qiladigan bu iflos ishni tunji qilib yer sharida Lut alayhissalomning qavmidan iborat ozg'an, adashgan bu mal'unlar boshlagan ekan. Allah deydi-ki, Lut alayhissalomning degan so'zni Qur'oni Karimda Sura Shu'arada aynan naql qilib qo'yib, Lut alayhissalomning degan so'zini bizga bildirib o'tadi Alloh subhanahu va taolo. Sizler ehli cihan işidin livata qilib perverdigarınlar sizler üçün yaratgan ayollarınlarını taşlap koyamsizlar. Sizler hakikaten buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Demek bu oyatlardan ko'rinib turibdi-ki, bunda xitob cho'qim Allohning mavjudligini, yaratquchi ham Rob ekanligini inkor qilmaydigan qavm uchun qilinadi. Yuqoridagidek sizler korkmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Şoňa sizler Allah'tan korkunlar, bana itaat qilinglar degandek bununga o'xshash xitob albatta Allah'ның mavjudligini, yaratquchi ham Rob ekanligini inkor qilmaydigan qavm uchun bunday xitob qilindi qardoshlar. Nayt zilla o'ylab boqaylik. Şoňa ularning ichidagi birasi bununga javoban Allah degan zoti nima? O qandaqsiga yaratquchi bo'lib qoldi. O zoti qayerdan bizning parvardigarimiz bo'lib qoldi deb savol so'ramasdan nima deb javob bergan desa, Allah buni Qur'oni Karimda Sura Shu'araning 167-oyatida shundaq deb bildirdi. La illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Ey Lut, agar bu ishlardan qaytmasang, sen mu cho'qim sürgün qilinganlar qatorida bo'lib qolasan deyishgan edi. Biz seni chiqarib etamiz bu diyorimizdan. Biz seni sürgün qilib tashlaymiz. Sen mu shundoq chiqarib etilgan sürgün qilinganlarning qatoridan bo'lib qolasan deb bu so'zni deyishgan edi. Qur'oni Karimning yana bir yerida bu voqea mundaq bayon qilingan. Allah subhanahu va taolo bu voqeani Sura Ankabutning 28 va 29-oyatida bizga bildirib shundoq deydi. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Biz Lutni avatdiq. Ayni chaqda u o'z qavmiga mundaq dedi: sizlar haqiqatan qabih shahvoniy ishni qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birimi mundaq qabih ishni qilgan emas. Ajibo sizlar po'xurlik qilamsizlar. Yo'llarni to'sib bo'lonchilik qilamsizlar. So'rinlaringlarda up-uchuq yomon ishlarni qilaveramsizlar. deb bu so'zni dedi. Uning qavmining javobi bo'lsa nima bo'ldi desak, uning qavmining javobi: agar sen rostchillardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin deyishdan iborat bo'ldi. O'ylab boqaylik qarindoshlar. Endi yuqoridagi mushu oyatlardan acaba Allohni inkor qiladigan qavm mushundoq javob qaytararmi? Demak, ularning asli jinoyati Allohning ilohligini va robligini inkor qilish emas edi. Balki ular tabiatdan tashqari nuqtadan Allohni iloh va rob deb e'tirof qiladi. Tabiatdan tashqari nuqtadan Allohni iloh va rob deb e'tiqod qiladi. Ammo axloq, madaniyat va iqtisod jihatda Allohga itoat qilishdan, Allohning qonuniga rioya qilishdan bosh tortadi. Hamda yana Allohning payg'ambarlariga ergashishni xohlamaydi. O'zlari xohlagancha ish qilishni xohlaydi bular. Biz nimani xohlasak shuni qilamiz, ko'nglimizga nima kelsa shuni qilamiz. Allah subhanahu va taolaning biz tabiatdan tashqari ma'nida Allohning butun osmon zaminni yaratganligi, bizni parvarish qilganligi, bizni tarbiyalaydiganligi, bizning hol ahvolimizni o'ngshaydiganligi, bizga rizq beradiganligi qatorliq bu masalalarda hammasida biz Allohning bor ekanligini, Allohning mavjud ekanligini, Allohning Rob ekanligini biz e'tirof qilamiz. Ammo bizning hayotiy ishlarimizga aralashmasin. Biz dunyo ishlarimizni, axloq muomalarimizni, madaniyatimizni, siyosatimizni, hamma narsamizni qanday qilamiz? O'zimiz xohlagancha qilamiz. Buningga Allohning aralashish nimasi yo'q degandan iborat bu buzuq e'tiqod, bu jinoyat sababidan, Allohning payg'ambarlariga ergashmaslik sababidan Allohning azobiga loyiq bo'lgan edi qarindoshlar. Endi tövanda Shuayb alayhissalomning qavmi haqida to'xtalamiz. Qani endi Madyan aholisi bilan Ashabul Aykani ko'rib beqinglar. Ularga Shuayb alayhissalom avatligan bo'lib, hammamizga ma'lumki, ular Ibrohim alayhissalomning avlodlari edi. Shunga ular Allohning borligi, ilohligi va robligini e'tirof qilamdi yoki qilmamdi deydigan masala qat'iy mavjud emas. Aslida ularning milliy salohiyati boshlanishda islom bilan boshlanib, keyingi chaqda aqida va amallarning buzilishiga mubtalo bo'lgan qavmlardan edi. Balki tahi Qur'oni Karimdan ko'rib olishga bo'ladi-ki, ular o'zlarini mu'min deb da'vo qilishadi. Shuayb alayhisalomning qavmi Qur'oni Karimda ular o'zlarini nima deb ataydiganligi haqida ularning so'zlarini naql keltirib, ular o'zlarini mu'min deb da'vo qilishganligini Qur'oni Karimda bizga bildiradi. Shunga Shuayb alayhissalom ularga sizlar rostli mu'min bo'lsanglar, mundaq ishni qilishinglar lozim deb qayta ta'kidlagan edi. Qisqasi Shuayb alayhissalomning butun xitoblarini va ularning bergan javoblarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ularning Allohga ishonadigan, Allohning ma'budligi va robligini e'tirof qiladigan qavm ekanligini, ammo faqat ikki xil ozg'unlik qilib atganligini ko'rib olamiz. Ular qaysi? Birinchisi, ular Allohdan boshqalarni tabiatdan tashqari nuqtadan iloh va rob deb tushunib olgan edi. Allohdan boshqalarni tabiatdan tashqari nuqtadan iloh va rob deb tushunib olgan edi. Shunga ularning qilgan ibodatlari xolis Alloh qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, ularning qarashicha Allohning robligi insonlarning axloq, madaniyat, iqtisod, jamiyat va siyosat qatorliq ishlari bilan kori bo'lmasligi kerak edi. Ularning qallasida Alloh Robb bo'lsin, iloh bo'lsin, tamam, buning biz bir nima demaymiz. Uning ilohligini e'tirof qilamiz, xo'sh, buning xo'sh.
Ammo Allohning bundaq Robb bo'lishi insonlarning axloqiga, axloq muomalasiga, dunyodagi madaniyatiga, iqtisod, jamiyat, siyosat qatorliq bu ishlar bilan kori bo'lmasligi kerak. O jim o'ltirib o'zining ishini qilish kerak. Biz bu yerda bu ishlarni o'zimizning aqli bo'yicha boshqarishimiz kerak deb bundaq tushuncha dedi. Shu vajidan ular biz moddiy hayotimizda ishlarimizni o'zimiz xohlagancha qiladigan butunlay mustaqil odamlarimiz deyshadi. Qaranglar, biz moddiy hayotimizda ishlarimizni o'zimiz xohlagancha qiladigan butunlay mustaqil odamlarimiz deyshadi. Qur'oni Karimning tövendeki oyatlari bu bayonni isbotlab beradi. Oldi bilan sura A'rofning 85-oyatidan 87-oyatlargacha bo'lgan bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo u qavmning ahvolini, Shuayb alayhissalomning ularga nima yo'l yo'riqlarni deganligini bizga so'zlab berib mundaq deydi. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Madyanliklarga ularning qayrindishi Shuaybni avatdiq. U aytdi: "Ey qavmim, sizlar Allohga bandachilik qilinglar. Sizlarning uningdan boshqa hech qanday ilohinglar yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlarning ochiq yo'l yo'riqlari kelib bo'ldi. Shunga sizlar o'lcham tarozini durust qilinglar. Kishilarning narslarini kam bermanglar. Zimin isloh qilinib bo'lganda yana fasod termanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Agar sizlardan bir guruh kishilar men bilan birga avatilgan ta'limotlarga iymon etgan, yana bir guruh kishilar iymon etmagan bo'lsa, Alloh bizning oramizda hukm chiqaruvchi sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidir. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. الله أكبر. الله أكبر. Agar mu'min bo'lsanglar, nima deydi-sa? Agar sizlardan bir guruh kishilar men bilan birga avatilgan ta'limotlarga iymon etgan, yana bir guruh kishilar iymon etmagan bo'lsa, Alloh bizning aramizda hukm chiqaruvchi sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidir deb bu so'zlarni davatadi. Alloh haq subhanahu va taolo sura Hudning 85-oyati va 87-oyatlarida yana mundaq deydi: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Shuayb alayhissalom shunday dedi: "Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar. Tarozini to'g'ri tortinglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allah sizlarga qoldirgan halol rizq sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Men har holda sizlarga muhofizatchi emasman" dedi. Ular deyishdiki: "Ey Shuayb, sening namozing sana bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni tashlatqizishga o'rgatamdi. Yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilish ixtiyorimiz bo'lmasinmi?
Sen acabmı ko'ngli ko'ksi keng, tozimi to'g'ri yo'l topgan odam senda deyishdi. Qaranglar, masxira qilgan holatda Shuayb alayhissalomni. Acaba sening namozing, bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni tashlatqizishga o'rgatamdi? Yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilish ixtiyorimiz bo'lmasinmi? Sen nima degan ko'ngli ko'ksi keng, tozimi to'g'ri yo'l topgan odam senda deb bu so'zlarni deyishdi. Demak, bu so'zlar ilohiyat va rububiyat haqida, ularning asli ozg'unligi nimalardan iborat ekanligini intayin ochiq ko'rsatib berdi qarindoshlar. Ularning Shuayb alayhissalomning ularga degan so'zlari, ularning Shuayb alayhissalomga qaytirgan so'zlari hammasini Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birma-bir tilga oldi. Demak, bu yuqorida biz anglab o'tgan bu so'zlarning hammasi ularning asli ozg'unliklarining nima ekanligi, ilohiyat va rububiyat haqida ularning asli ozg'unligi nimalardan iborat ekanligini bizga nihoyatda ochiq, ro'shan holda ko'rsatib berdi qarindoshlar. Qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz shu yerda oyoqlashadi. Inshaalloh Alloh umr bersa, kelar qatimqi programmamizda, ya'ni shu vaqtlarda naq maydon orqali sizlar bilan yuz ko'rishgacha sizlarni suyumlik, mehribon, ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Qarindoshlar, butun dunyodagi barliq qarindoshlaringlar uchun, shundaqla kamina ojiz uchun ham ijobatlik duolaringlarda aslab qo'yishinglarni, duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Shundaqla qarindoshlarim, eng oxirida sizlar bilan xo'shlashish oldida sizlarga demoqchi bo'lgan yurak so'zim, biz har zaman va har vaqt ana shu ulug' Rabbimiz haqida ko'p tafakkur yurgizishimiz, ko'p o'ylanishimiz kerak qarindoshlar. Biz o'zimizning Robbining qandoq Robb ekanligini, qandoq iloh ekanligini haqiqiy ravishda tunugandilar. Ana shu Robbimizga loyiq ravishda, shu Robbimiz bizdan rozi bo'ladigan shaklda uningga qulchilik, bandichilik qilishga bizning imkoniyatimiz shu vaqtda yetadi qarindoshlar. Biz hech qanday bir inson o'zi tunimaydigan, mukammal bilmaydigan, ma'lumotga ega bo'lmagan bir narsaga hargiz uningga ishtiyoq bog'lay olmaydi. Shuning uchun biz shu suyumlik Rabbimizning oldida, Rabbimiz bizdan rozi bo'ladigan bandalardan bo'lishimiz uchun, uni haqiqiy yaxshi ko'rishimiz, o'z loyiqida ulug'lashimiz uchun, albatta insonning qo'lidan Alloh subhanahu va taoloni o'z loyiqida ulug'lash hargiz mumkin emas. Bizning qudratimiz cheklik. Ammo hech bo'lmasa shu Rabbimizga, shu ulug' Rabbimizga, shu Rabbimizning bizdan rozi bo'lishiga o'zimizni loyiq, o'zimizni shuningga arziydigan bir holatga keltirish uchun to'xtamasdan va hech bo'shanglik qilmasdan Rabbimizni eng yaxshi shaklda, eng go'zal shaklda tunish uchun kech-kunduz harakat qilishimiz kerak qarindoshlar. Chunki biz mayli burun, mayli keyin bo'lsin, mutlaq va mutlaq holda shu Rabbimizning oldiga dunyodagi barliq erishgan natijalarimiz, huquqlarimiz, kuch-quvvatlarimiz, mol dunyolarimiz, hamma narsamizni tashlab qo'ygan, hamma narsamizdan ayrilgan, dunyoga qandoq kelgan bo'lsak, yana shu holatda bir parcha axlotiga o'ralgan holatda shu Rabbimizning oldiga ketamiz qarindoshlar. U vaqtda bizning oldimizda faqat va faqat Rabbimiz bilan ikkimizla qolamiz. Uning oldida yolg'iz qolamiz qarindoshlar. Shu vaqtda agar biz sog'lom qalb bilan, go'zal iymon bilan Rabbimizni haqiqiy dunyoda tunib olmagan bo'lsak, u vaqtda qarindoshlar, dunyoda mayli solih o'tgan odam bo'lsin, fojir o'tgan odam bo'lsin, mayli qaysi shaklda o'tgan odam bo'lsin,
savatliq bo'lsin, savatsiz bo'lsin, u vaqtda bütün haqiqatlar insonga ichilib ketadi. Fir'avndek ashaddiy kofirga mu haqiqat ichilib ketadi qarindoshlar. Hamma haqiqat ichiladi. U o'lim kelganda bütün haqiqatni ko'ramiz. Dunyoda bilinmagan hamma haqiqatni ko'rib, nurg'un pushaymon qilamiz. Ammo u faqat vaqti o'tgan, hech bir narsaga arzimas pushaymondan boshqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun keyingi pushaymon o'zingga dushman degan xalqimiz ichida bo'lgan bu so'zlar ham intayin o'rinliq aytilgan. Mu'minning bir o'zini musulmon deyotgan insonning ana shu kunlarda pushaymon qilib qilishi bak muhasratlik ish qarindoshlar. Shuning uchun shu pushaymon kelmasdan burun dunyoda Rabbimizni haqiqiy tunigan, bilgan shaklda uningga ishtiyoq bilan, muhabbat bilan eng go'zal ravishda ibodat qila olishimiz, qulchiligimizni, bandichiligimizni bildira olishimiz uchun uni yaxshi tunishga, yaxshi bilishga bütün kuchimiz bilan tirishaylik. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum